Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Ben müşriklerinin arasında o'ltiraqlashib qolgan, müşriklerinin arasında turgan her qanday musulmondan ada judaman deydi. Unutmangki, bosgan har bir qadamingizda Alloh oldida javobgarsiz. Ba'zilar bu yerda Najashiyni misol keltirib o'tiramiz. Yozmalar yozilyapti. Vaqtini bir ikki qilib qo'yamiz. Najashiyni misol qilib, Najashiymi xristian edi. Davlati Nasaralar davlati edi. Hozir ketib qolgan Norvegiya, Gollandiya, biyalam Nasaralar davlati. Ba'sining bo'pti. Ko'kim jihatda o'xshash. Payg'ambar alayhisalom sahobalarni shu yerga hijrat qilishga buyurgan deganni dalil qilyapti. Bu masalaga qarab boqing. Amaliyotda Payg'ambar alayhisalomning sahobalarni buyurgan podshosi odil bo'lgan kim iymonga kelgan shu vajda Payg'ambar alayhisalom g'oyibona jinoz namoz o'qigan, hatto kim bir onamizga nikoh elchisilikka qo'ygan shu Najashiyni hozirgi Norvegiya, Gollandiya, Fransiya, Germaniya raisligi prezidentlariga o'qitish va yoki shu vaqtdagi sharoitni hozir sharoitlarga o'qitish to'g'ri emas. Payg'ambar alayhisalom podshosi odil beringlar dedi. Odillik bormi hozirgi shu Yevropa safar qilayotgan rayonlarning prezidentlarning raislarning odillik qilmagan? Butun zahar qanday? Odil deb qolsak, agar insof bilan baqasa, odillik bor deb qolsak, o'zining nasaralariga odillik qilish mumkin. Lekin musulmonlarga nisbatan zahar qanday? Birinchidan, Najashi hech kimni zulm qilmagan. Musulmonlarni himoya qilgan. Tarix shahid bunga. Hozir qaragan bo'lsak, Yevropa, ana shu Norvegiya, Gollandiya, Amerika qatorliq shu g'arb davlatlarida eng ko'p ziyon uchrayotganlar musulmon. Shu yerda turib planlar tuzilyapti. U yerdagilarimiz ziyon uchrashdan sirt dunyoning qayerda musulmonlar bosh ko'tarsa, ana shu Amerika boshlig'idagi g'arb Yevropa ellarida planlar tuzilib, askariy xarajatlar ajratilib, tashviqotlar ishlanib, qaysi bir dunyoning bir burchiga bosh ko'targan musulmonning beshi uryapti. To'g'rimi? Afg'onistonga nima keldi 2001, Iroqqa nima uchun keldi 2003, Somaliyaga nima uchun badalgiri musulmonlar bosh ko'tarib kelyapti. Demak, Najashiylikki adolat, Najashiylikki mazlumlar yanida turish, mazlumlarni qo'g'dash bu Najashiy o'xshatilayotgan hozir davlat raislari tepinadi. İkinciden sahabeler Habeşistan'a hicret kılan vaxtida başka Müslümanlar bir yer yoktu. Mekke'den 100 kilometre hicret ki şu Ceziretül Arab, azıcık Saudi Arabistan'dan bir şehir olan Taif çıkıp baktı Peygamber Aleyhisselam. Azat deniz zeytini. Taif ahli kanda muamele kıldı. Taşitti Peygamber Aleyhisselam'ın kâsini kanığı doldurup yolu saptırdı. Ümit yok. Medine'nin tek ümit yoktu uçağda. Demek ketediği yer yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin şu yere gidiyor. Azıcık ketediği yer yok mu? Avrupa'dan başka ketediği yer yok mu? Var. Vatanının azatlık için, İslami örlük için teyarlı qilishga ham sharoitlar bor. Qur'oni Karimning sura Fatihadan tortib nasqich amal qila oladigan sharoitlari bor. Islomiy muhitni yashashga ham fursat sharoitlar bor. Yana yo'qmi? Bor. Hech bo'lmaganda maqov yer ketadigan tek jur'ati yo'q. İmani tayyorlik ham yo'q, imoni zaif. Ya ketay desa, qo'lida pasporti yo'q, qochoq ma'y desa yo'l taqaq, shu Yevropaga ketganda turib tursin joyida. O'zini saqlab bo'lsin, imoni saqlab bo'lsin, turib tursin. Demak, sahobalarning Habasistonga hijrat qilgan vaqtidagi holatni hozirgidek ketalaydigan yerlar bor turib, uni o'qitish bu yana dalil jihatdir, uygun emas. Bu yerga deyilib, tilamchilik qildik ekanmiz. Mol-dunyo ko'tarib bormaydi hech kim. Yordamini tilab bordik ekanmiz. G'amxo'rlikni umid qilib bordik ekanmiz. Bu xorliq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Buxoridagi hadisda al-yadul ulya khayrun minal yadis sufla. Ustun qo'l ostun qo'ldan yaxshi deydi. Bu yerdagi ustun qo'l musulmonning qo'li bo'lgan bo'lsa yana mayli. Yana bir parcha rasm ta'tirib sazoy qilyapti-ku. Alhamdulillah, ular musulmonning qo'li ekan. Berayotgan qo'lmi, elayotgan qo'l musulmonning qo'li ekan. Ammo shu Yevropa safariga tashabbus qilayotganlar shu narsani aniq biladiki, bagich qo'l, ustun qo'l Nasaraning qo'li. Payg'ambar alayhisalom bagich qo'l, ostun qo'ldan, og'ich qo'ldan yaxshi dedi. Demak, bizning xalqimiz berish uchun emas, ilish uchun ketib bordi. Ustunlik uchun emas, xorliq tuvanlik uchun ketib bordi. Bu Yevropa safarini qilayotgan. Demak, bu Yevropaga ketishga tayyorlanayotganlar, Yevropaga ketganlar berish uchun emas, erish uchun ketib bordi. Ustunlik uchun emas, panohlik talab qilish uchun ketib bordi. Shuni o'ylashimiz kerak. Baga yerimizda azon ovozini anglay olmayman deb o'ylab o'tamsiz.
Belki çirkavning qo'ng'iriqini ang'ilib olmoqchimi? Bolalarıngizni o'yladingizmi? Kelgusingizni o'yladingizmi? Ular ega bo'la olmayman deb o'ylab o'tamsiz. Yevropaga agar siz yosh bo'lsangiz, sizmi kerak? Ayolingizmi kerak? Eng muhimi avlodingiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda astagfirullah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, o'zinglarni va ahli ayol bola chaqalaringlarni jahannam o'tidan saqlab qolinglar deydi. Jahannamga o'tib bo'lishga avlodlaringizni tutib bergan bo'lasiz. Yuqorida misollar keltirildi. Shu nasara o'qituvchisidir. Nasaralikni ugunib, o'zim nasara deb kelsa ota-ona oldiga, ota-ona agar bir oz iymonli, vijdonli kishi bo'lib qolsa, buni qarshi tursa, bir insonning shaxsiy erkinligi qarshi turgan bo'ladi ekan. Agar qizi yoki o'g'li bir nasara bilan muhabbatlashib ko'chada so'rashib yurgan bo'lsa, shuni qarshi turib qolsa, darhol uyga saqchi kerak. Demak, bolalarga yo'lanmadik. Ayollarga ham yo'lanmaydi. Ayollarga agar, "Voy sen ayol yog'liq chigitding, namoz o'qiyotding, bu yerda hammani tashladingmi?" deb qarshi turib qolsa, agar ayoli bir oz bundan qarshi chiqib qolsa, yana o'xshash o'ttirliqni saqchanishi kerak. Demak, ahli ayol bolalar qanday qilinmadi? Yo'lanmadi. Ahli ayol bolalarining oxiri jahannamiy insonlar bo'lib ketishiga, nasara bo'lib ketishga yo'l ochib berdi. To'g'rimi? Bu Yevropa safari shunga vasila bo'ldi. Dadaga nasihat qilaversa, sen bolani zirq etsa, dada bo'ldi qil juma, yana kutubda o'rgamsan saqchi chaqiraman deyish, polis chaqiraman deyish, bu yerdagi normal bir ish. Shunda bir manzara yaqinda bo'lib o'tdiki, qarindoshlar, to'g'ri buni rasmini ilham ko'rasizlar. Amerika, NATO Afg'onistonga chekingan vaqtida Hamid Karzay xalqaro havo aerodromida tepsi tikanlik sim to'smalar qo'yilgan, egiz tomning ustidan kichik buvoqlarning, kichik bolalarning ilingan ko'rinishdir. Yaqin yuz bergan bir kishi. Ular bola bizga yuk bo'ladi, bu nima ish qilib beraydi demay, bolani elishni unutib qoldi. Buvoqni elishni unutib qoldi. Faqat bolalarning og'irlik gaplari bor bu yerda. Bu xabarni qanchalik sahih uni bilmadik, lekin bolalarni elayotgan ko'rinish videolik suratlik to'rlarda bor. Chunki ular kerak kimi? Shu narisida bola. Uni qanday tarbiyalayman desa, shunday tarbiyalaydiganligi ko'z yetganlik uchun bolalarni hech unutib qolmaydi. Bundan boshqa hozir bo'yda qalat ketib bordi ko'pinchisi Yevropaga. Ayol bolalar qilyapti-da, ansirmasin. Ayol bolalarni keyindan olib turib. Ularga hokimiyat aralashib kelib turdi. Qochoq yo'lni olishni lozim. Chunki ular keriki, uning farzandlari. Bu yerda qarindoshlar bir qancha savol o'tirib chiqdi. O'ylab beqing. 4000, 5000 dollarga mo past tepiladigan bu qochoq yo'lliq Yevropa safari 200-300 dollarga chiqib qoldi. Savol, aqli va kishilarga savol. Borgan shu Norvegiya, Gollandiya, ham shu hukumatlari qanday kutib oladi? Ular safar qilmoqchi, kelmoqchi bo'layotgan shu kishilar haqida nima planlarni tuzayotgan? Uyimizga mehmon boshlashdan ilgari kallamizda bir plan bo'ladi. Mehmonni qanday kutib olish, qanday uzatish, qanday muomalada bo'lish, nima suhbatlarni berish planimiz bo'ladi. Bir davlat u. Qatakda kichik bir davlatlar, ayni vaqtdagidek unday imperiyalar emas. O'zining davlatining ichiga kirgan bir odamning ahvolini bilmaydigan holat emas. Savol. Ular siz haqingizda nima planlarni tuzayotgan? Safar qilayotganlarning 99% yoshlar. Nima uchun bu safar qilayotganlar asosan yoshlar bo'ladi. Yoshlar har qanday bir harakatning ul asosi. Agar uni o'zining ideyasiga xizmat qildira olsa, yoshlar bir portlatuvchi kuch, harakatlantiruvchi kuch. Tugamas boylik. Bu to'lqin boshqa rayonda qo'zg'almay, nima uchun faqat Turkiyada qo'zg'aladi? Qozog'istonda ham Turkiyada injiq Uyg'urlar bor. 1 million atrofida Uyg'ur bor. O'rta Osiyoda shu qadar Uyg'urlar ko'p. Bu yerda deb 30-40 ming. Nimishqa bu Turkiyada bu Yevropa to'lqini qo'zg'aldi. Esingizda bo'lsinki, Turkiya bir o'tkal davlat. Mayli Yevropaga ketadiganligiga, mayli jihad maydonlariga ketadiganligiga nisbatan bir o'tkal davlat. Va Xitoyning eng bosh og'riqi bo'layotgan bir rayon. Savol, har kim o'zi javob deb qo'ysin. Nima uchun bu Yevropa safar to'lqini Afg'onistonda Talibanlar hokimiyat kelgan vaqtda boshlandi? Bo'libmi mujohidlar bekrak o'ylansin. Vatandan hijrat, jihad, ya'ni muhojir, mujohidlik to'nini kiyman degan maqsadlarda chiqqan va zafar quchib, vataniga yana qaytishni qalbiga pukkan, agar uningga ulashmasa shahodat bilan oxirlashishni, hayotining shahodat bilan oxirlashishni qalbiga pukkan bir musulmon buni jiddiy o'ylash lozim. Nima uchun bu vaqtda o'lgan? Bir vaqtda bo'ldi. Afg'oniston, Afg'on xalqining qo'liga o'tib, ochiq oshkora biz Qur'oni Karim hadis rasululloh Afg'oniston zaminida tatbiqlaymiz va mazlumlar haqida ham bizning so'z qilish, fikr qilish, arilish erkinligimiz bor deb dunyoga jakolab, necha kun o'tmay bu Yevropa safari boshlanib ketdi. Bu yerda bir suiqasd bor. Bu yerda bir planlar bor. Aql egillariga, musulmonlarga, bo'libmi mujohidlarimizga bu savollar havola. Biz uch turayotgan rayonlarimizda o'rib odatlarimizni saqlash qiynalatyapmiz, iymon e'tiqodimizni saqlashni qiynalatyapmiz. Borgan yerlarda nima bo'lmoqchi? Bormoqchi bo'lgan Yevropada nima bo'lmoqchi? Shu yerda o'zimizning kimligimizni, o'rib odatlarimizni saqlab qolishimiz mumkinmi? Chunki ko'chman qabul qildigan hech qanday bir davlat o'xshash tillik bir millatni bir shaharga taqsimlamaydi. Ma'lum shu ko'chmanlar siyosatidagi
emasdiki uchuq bir ish. Hozir ketib qolgan shu Norvegiya, Gollandiya bo'lsin, o'xshash tilli xalqlarning hammasini bir rayon yo bir shahar, bir mahallaga yerlashtirmaydi. Balki o'lka, rayonlarga birdan, ikkidan urug' tergandek tarqoqlashtirib kechib yetdi. Mana bu masalaning yana bir yuzi. İnsan sığınıp qoladigan yerlar bo'ladi, musulmon sığınıp qoladigan yerlar bo'ladi, vatandosh sığınıp qoladigan yerlar bo'ladi, millat sığınıp qoladigan yerlar bo'ladi, ota-ona, bola chaqa, do'st yaranlarni sığınıp qoladigan yerlar bo'ladi. Alloh taolo ko'zimizga bunday kunlarni ko'rsatsin. Amin. Demek insanlıkni eslatib turadigan, musulmonlikni eslatib turadigan, vatanning dard alamlarini, ummatning g'amlarini eslatib turadigan qarindoshlaringizdan ayrilib qolibsiz. Shunda holatda bir najini o'tkazdik. Şunu zikr qilib qo'yishimizda foyda borki, qarindoshlar, shu ko'pchilik qarindoshlar ketib qolgan Norvegiyada eng uzun bo'lganda 3 yil ichida xizmat qilib bo'lmasa, mangu o'ltiraqli salohiyatga erishamaydi. Mana Norvegiyaningki qonuniki. Kechikib ketganda 3 yil, bo'lmasa undan burunroq darhol bir yuqori maoshli xizmat qilib bo'lmasa, abadiy Norvegiya grajdan bo'lish salohiyatiga erishamaydi. 2019-yildan boshlab mana shunday qonun chiqaribdi. Demak, bara ko'chmanlar siyosati, musofir musulmonlar siyosati changab o'tibdi. Buni 7 yil to'ssa pasport bergan ekan. Şu şehrin xiyallarga ketib qolganlar bo'lishi mumkin. 7 yil. Men 5 yil beramiz deyapti-ku. Keplam necha oy ichida og'anlarni biz to'ydik-ku. Yillik kirimiz men Norvegiyaga kelibman ama ko'pchilik Norvegiyaga ketib qolganlik uchun men shu Norvegiya haqida misol qilib to'xtalyapman. Norvegiyada yillik kirimiz 280 ming koron, ya'ni 32780 dollardan oshmasa, menga o'ltiraqlishi salohiyati demaydi. Bugungi dollar bilan Norvegiya puli koronning o'rtasidagi farq 8.54 ga. Eğer bu salohiyatni ololmasangiz, Norvegiya pasportini iltimos qilolmaydi ekansiz. Demaydi ekan. Yillik kirimingiz 280 ming koron, taxminan 33 ming dollarlik holat yetmasa va eng kichkina 3 yilgacha bir muqim maosh xizmatga erishib olmasangiz, yana bardiq keyin. Sizning o'ltiraqlishi salohiyatiga iltimos qilish huquqingiz bo'lmaydi. Bundan boshqa Norvegiya garajdanlikka o'tish uchun davlatlik Norveg til imtihonidan o'tish shart. Boshqa bir til sistemasi. Arab tili o'xshamaydi, turk tili o'xshamaydi, qozaq, qirg'iz, o'zbek tili o'xshamaydi. Boshqa bir til sistemasi. Davlatlik til imtihoniga cho'qim qatnashib o'tish kerak. Undan boshqa qonun, Norvegiya qonunni o'rganib, ilgari shariat qonunini o'rganishga vaqtingiz chiqmagan bo'lsa, qiziqishingiz bo'lmagan bo'lsa, bo'shaqlik qilsa ayaga berib, Norvegiya qonunini bildiringiz. Sizlar qonunga tushadigan mashina adam qilish uchun siz qonunni o'tish kerak-da. Norvegiya qonunni o'rganishingiz kerak. Andan keyin jamiyat darsi deb yana bir dars bor. Kishilar bilan qanday ijtimoiy munosabatda o'tish. Yani qo'shamat qilib yashashni, kishilar bilan chiqishib yashashni, e'tiqodlardan tushib yashashni, nimaga ma'quljon bo'lib yashashni o'rgatadigan. Chunki u jamiyat islomiy jamiyat bo'lsa, mayratga qarshilik bo'lsa o'rganing. U qonun, shariat qonuni bo'lsa, mayratga qarshilik bo'lsa o'rganing. Davlatlik til imtihoni, qonun darsi va jamiyat darsi. Mana bu shularga darslarga bir tutash qatnashib imtihonni o'tsangiz, oldin pasportga iltimos qilish bir shartingiz hozirlangan bo'ladi. Pasport berib o'tmayki, bu imtihonni o'tsa mana pasport berish yo'q. Demak, bizni kutib turayotgan bir polo yo'qkan. Mana Norvegiyaning pasportiga erishish, Norvegiya grajdanlikka o'tish, bu bir osmondagi g'azdan sho'rpisidek turadi. To'g'ri, shuning uchun butun tirishchilikni berganlar erishib, chunki hadisda avval biz deb qo'ydik, kim nimani niyatni qilsa, shunga erishadi dedik. Ammo erishayotgan bu narsalar nimaligiga biz qarab chiqdik, ha? Nimaga qarab chiqdik? Uzun yildan beri Yevropa musulmonlarga jizya to'lab yashaydi. Yoki musulmonlarning qadimgi yerlariga yetdi. Masalan, Ispaniya, Andalus, Fransiya, shunun janubiy Andalusning bir parchasi musulmonlarning qadimgi yetdi. Ayni vaqtdagi jizya to'lab yashagan yoki ziminlarimizda musulmonlar ilib oldi degan tushunchalar bilan mana hozir fursat keldi. Xilofatni yiqitdik. Qayerda musulmonlar bosh ko'tarishimiz, beshim ruvatimiz, yanjivatimiz intiqom olish fursati keldi deb hozir intiqomni chelikib qolmoqda. Yevropaning ishkini ichib, xayrixohlik, g'amxo'rlik qilishlik orqa ko'rinish bu. Shu plan bo'yicha ko'chmanlar siyosati tuzib chiqadi. Ko'chmanlarga turan joy oshdan berib, oxirgi maqsadi o'zining maqsadiga xizmat qildirmoqchi. Chunki Yahud nasoraning xarakterini Alloh subhanahu va taolo ularni eng yaxshi bilgach bayon qilib shunday deydi: "Astagfirullah va la tarda ankal yahudu va lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi nasoralar sen uning diniga kirib ketmagicha, sen uning diniga ergashmagicha sendan rozi bo'lmaydi. Maqsadi Norvegiyalar, maqsadi Gollandiyaliklar sizni xristian qilmoqchi. Sizni qilmasmi, avlodingizni qilmoqchi.
Yevropaga borgandan keyin ishni noldan boshlaydigan gap. Mayli iqtisodiy egilik tiklash, mayli kimlik masalalari, mayli farzandlarni o'qitish masalalari, o'zining o'rganish xizmatlari bo'lsin, ishni noldan boshlaydi. Bu boshqa bir tilli rayonga borgandan keyin avval til o'tkiruvdan o'tish kerak. Demak, bu yerda bir vaqt isrofchiligi bor, bu yerda zehn isrofchiligi bor, bu yerda umr isrofchiligi bor, bu yerda iqtisodiy isrofchilik bor. Bizning o kadar vaqtimiz ko'p emas. Qilgan ishlarimiz jiq. Bu qissa voqea ibrat uchun deyildi bunda qissalar. Shariatga uyg'un, aqlga muvofiq bo'lsa, uni biz tilga bitib ketamiz. Birisi bir olimning huzuriga keldi. Bu olim o'z o'quvchilariga Sahihul Buxoriy, Buxoriy kitobini dars qilib o'tgan ekan. Bu kishi olimga shunday debdi: G'arb dunyosida, hozir shu Yevropa, G'arb ellarida insonlar taraqqiy qilib oyga chiqib bo'ldi. Sen texib bu Buxoriy kitobini tushuntirib o'tadigan bu yerda, deydi. Olim javob berib, buna nima ayran qavunchiligi var? Ular oyga chiqqan bo'lsa, maxluq bo'lishibdi. Olimi maxluq, oymi maxluq. Biz xoliq, yaratquchiga bo'lishib tilishyapmiz, deydik. Chunki Qur'oni Karimda, shu Qur'oni Karimdan sharih so'gan Buxoriyda, hadis Rasulullohda Alloh bilan aloqamiz bog'landi. Alloh bilan aloqamizni bog'laydigan ilmlar va hidoyat va nur va. Demak, Yevropa safari ana bu shunday maxluqdan maxluq bo'lishidigan bir safar bo'layotir. Ibrat olgan yerimiz. Agar maxluqdan xoliq bo'lishay desangiz, siz bir maxluq, yaratquchingiz xoliq, xoliq bilan aloqangiz uzilib ketmasin desangiz, aloqangizni mustahkamlay desangiz, bu safarni jiddiy o'ylash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarning orasida turgan kishidan ben ada judaman degan. Müşrikler kim? Yahudi, Nasara, Buddist, her türlü mahluklara çokulduğun ibadet kıldıranlar. Ve sosyalizm, onun atalmış hiyali, yukarı perde soğan komünizm, kapitalizm, demokratiya, liberalizm, bunların hepsi şirik itikadlık zümredirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin arasında tuğan kişilerden men ada judaman degan. Abu Davud, Tirmizi ve Nasai'lerde kelgan muhaddislar sahih hadis deb qaragan Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna azhuril mushrikin. Men mushriklarning orasida o'ltiraqlashib qolgan, mushriklarning orasida turgan har qanday musulmondan ada judaman dedi. Peygamber Aleyhisselam ada judalık bayanat e'lon qilyapti. Kimga? Min kulli insanin emas. Ben her qanday insondan demedim. Min kulli muslimin. Ben her qanday musulmondan dedim. Eğer Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deydigan bo'lsak, la ilahe illallah'ın keyindan Muhammed Resulullah degan şu sözümüzni deb şunu sodiq bo'lgan bo'lsak, bari jiddiy o'ylashimiz lazım. Peygamber Aleyhisselam ben ada juda dedim. Keyindan sahabeler ya Resulullah, nima uchun ya Resulullah? deb so'ragan vaqtida Peygamber Aleyhisselam la tara narahuma. Ular o müşrikler bilan o musulmonlar bir-birining mo'risidan chiqqan shu tutunni ko'migan. Hozir hamda mo'rdan tutun chiqadigan ish yo'q. Nima deymiz endi buna? Bir-birining chiriqini ko'migay, bir-biri bilan hamdastqan bo'lmagay, bir-biri bilan qulun qo'shni bo'lmagay, birining yaqqan chiriqida yana birisi o'zining ishini qilmagay, ya'ni bir o'rinda turmagay. degan maqsadlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ada judolik e'lon qildi. Xatarli qilib. Payg'ambar alayhisalom ada judo bo'lgan safarni qilib qolsak, bu bizning tugashkinimiz shu. Buningdan shu tug'ay yerida iymon bilan o'lib ketgan afzal. Shu oxir deb qo'yimiz qarindoshlar, hech bo'lmaganda azonni anglab turadigan, bolangizga o'zingiz ega bo'la oladigan Türkiye'de qilgan. Çünkü Türkiye'de bo'layotgan bu safar to'lqini. Agar imkoningiz yer versa, jur'atingiz, iymoningiz yer versa, shariat maqsadlari to'liq kafolat ega bo'ladigan, vataningiz ozodlikka tayyorlik qila oladigan, kuch to'play oladigan yerlarga safar qiling. Ya'ni hijrat qiling. Unutmangki, bosgan har bir qadamingizdan Alloh oldida javobgarsiz. Vaqt munosib bilan so'zimiz mushayichi bo'lsin, tafsilroq bo'lsin degan maqsadlarda ko'proq to'xtalib qoldik. Muşu sebeplik bir qarindishimizni, bir vatandoshimizni, bir musulmonni to'g'ri yo'nalishga burayalasak, Alloh rozi bo'ladigan bir qadamni ilishga sababchi qilsak, bu bizningki xo'shalligimiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizni musulmonlik salohiyatimizga, musulmonlik holatimizga yarasha yashashga muvaffaq qilsin. Nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini bizga ko'rsatsin. Haqni haq, botilni botil ko'rsatsin. Haqni rizq qilib bersin, botilni uzoq qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala hayatımızın ahiri kadar o'zi rozi bo'ladigan bir hayotni yashab o'tishga muvaffaq qilsin. Vallohu a'lam va a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.